Kundoshim orqa teshigiga qildirib, kundoshim bor, muammoyim ko'p. Onali teshigi yo'qolib ketib, kut qidirib yuribdi ayrim-ayrim. Bilak kut ichkarilarning unaqa ko'payib ketdi. Kundoshim bor, muammoyim ko'p. Erim o'shani oldi ketib qo'yaradi. Eng qiziq opa, u orqasiga qildirib qoniqtiradi. 18+ yosh bo'ldi ko'rmasin. O'shanga erim uni oldi ketib qo'yaradi, xo'jayinim. Opa yordam bering, sani jinsiy joying, onali joying keng. Kundashing orqa teshigiga qildirib, meni qoniqtiradi. Onali joyingga qilmoqchiman, lekin keng, o'shanga majburman. Kundoshingga borib onali teshigiga ham, anal teshigiga ham qilib maza qilib kelyapman degan SMS oldim. 18+ yosh bo'ldi ko'rmasin. Erim bilan aloqa qilsam havo chiqadi. Opa toraytirish kerak. Ko'rasiz o'zingiz maslahat bersiz degan umiddaman opa. Men 5 ta tuqqanman deb murojaat qilibdilar. Keling, muammoyingizni hal qilib beramiz degan qizi mana shunaqa. Molekullar almas tapasida zo'r qilib lecheniya qilib beradi. Nima qilasan? Nima qilasan? Nima qilasan? Nima qilasan? Nima qilasan? Bo'ldi. Tosh bilan urdi hozir mana shu. Uyg'otdi. Bo'ldi. Bo'ldi. Qo'yish videoda shu tushunsanmi? Hozir kutgaman doktorchi. Jalab sizlar ketmoqchi menga. Ot. Bo'ldi. Qaqalana qilinglar. Barcha oilangizni o'tirib. Kesdi shagilsa. Biladi. Hop. Bo'ldi. Hey! Indan bo'lgan qarori. Bo'ldi. Davom. Bo'ldi. Yana? Bormi yana gaping? Sizga qo'llik bloksanmi menga? Yana bormi gaping? Nima bloksan jalab yiba jalab. Tavbaya pashshaq jalab. Nomsiga haromini. Tavbaya jan erkinishliqsa ko'p. Oilangizni o'tirib, qaqalana qilinglar. Bunaqa ko'kdagilar qo'yadi. Adinga yuvar, Shobijon adinga. Mazan qilmasa qo'yingni hol. Yo'nab kelsa, jalab chaqirsin, qo'ying chaqirsin. Sen jalab tushirmam to'pa yo'qki. To'pa yo'q jalab. Jalab ko'p.